Birinchi bo'lib siz ro'yxatdan o'tasiz. Ya'ni bu biz odatda foydalanadigan GPT emas. GPTni platformalarga ulash bo'yicha bo'limiga kiramiz, OpenAI platformaga kiramiz va pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Mana men hozir pochta orqali ro'yxatdan o'tsam, men oldin ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun autentifikator kodini so'radi, sizdan birinchi martada so'ramaydi. Men bu yerdan allaqachon ro'yxatdan o'tganman, lekin sizlar nima qilasizlar? Start building bo'limiga kirib, o'zlaringizning ma'lumotlaringizni kiritasizlar. Va organizatsiya ochasizlar. Pochtani kiritasizlar, ma'lumotlaringizni kiritib chiqasizlar birma-bir. Bu juda ham oson. Barcha ma'lumotlarni kiritib chiqqandan so'ng mana bu qidiruv bo'limiga kirib API case deb poyist berasizlar. API case deb poyist bergandan so'ng xuddi mana shuni API case bo'limi chiqadi va shu yerda siz create new secret key bo'limini bosasiz. Hozir shu yerda bir narsaga e'tibor beringlar. Men hozir bu yerdan ro'yxatdan o'tganman va telefon raqamimni tasdiqlab berganman. Yuqorida mana bu bo'limda sizlarga telefon raqamlaringizni tasdiqlashlaringiz uchun bo'lim turadi. Shunda sizlar birinchi navbatda telefon raqamlaringizni tasdiqlashlaringiz kerak bo'ladi. Telefon raqamini tasdiqlagandan so'ng create new secret key ni bosasizlar. Yordamchi botni tayyorlab olasizlar. Mana oddiy test va copy, ya'ni shu yerda bitta narsaga e'tibor berasizlar. Mana hozir bizga kalitni beryapti, kalit kodni beryapti. Bu kalit kodni copy qilib, o'zingizga kerakli joyga saqlanib qilib qo'ying. Telegram, EasyBrain'gami, Notes'gami saqlanib qilib qo'ying, chunki bu kodni bir marta beradi va qayta olish imkoni yo'q. Olgandan so'ng saqlab qo'yasizlar. Endi bizga bu hozir kerak emas. O'chiramiz. Bizga o'zi mavjud. Men o'sha allaqachon ochib qo'yganman o'zim uchun. Endi to'lov tizimlarini ulab qo'yishimiz kerak. To'lov tizimini ulamasak bot ishlamaydi, ya'ni GPT savollarimizga javob bermaydi. Chunki bu yerda faqatgina GPT pul bilan ishlaydi. Buning uchun nima qilamiz? Playgroundni bosamiz. Akkauntni nastroykasini yakunlashni aytyapti. Mana bu yerda hozir 0. To'lov qilish uchun add payments ga bosamiz va bu yerga qo'shimcha qilib aytyapti, sizning to'lovingiz, ya'ni ChatGPT akkauntingizga ta'sir qilmaydi. Buning uchun mana добавить платежный rekvizitni bosamiz va bu yerda karta raqamini kiritamiz. Bu yerda ismingizni kiritasiz, kartada qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunday yozasiz. Bu yerda davlatni tanlaysiz. Mana biz O'zbekistonda O'zbekistonni tanlaymiz. To'ldirishingiz mumkin. Город Toshkent. Pochta indeksini o'zlaringizning joylaringizni belgilab qo'yishingiz mumkin. Okrug Toshkent va davom etish tugmasini bosasiz. Xo'p, endi bu yerga income pul to'lovini ko'rsatyapti va avtomatik tarzda yechib olishini so'rayapti. Ya'ni har oy avtomatik tarzda yechib olaymi deb so'rayapti. Ha bo'lsa ha belgilab qo'yasizlar, yo'q bo'lsa yo'q va qanchani har oy yechib olishini ko'rsatib qo'yasizlar. Men hozir $5 qo'yib qo'ydim va davom etishni bosaman. Tasdiqlaymiz. Xo'p, mana bizda hisobimizdan pulni yechib oldi. Endi esa mana bu yerda qancha ishlatilgan va bir kunda qancha javob berilgan barcha statistikalarni ko'rib turish mumkin. Bizda GPT уже faol. Endi tekshirib ko'ramiz. Podskazki bo'limiga kirib tekshirib ko'ramiz. Haqida gapir. Assistent уже javob beryapti bu yerda. Gapir chatbot funksiyalari bu yerda ulandi va ishlayapti. Ma'lumotlar bazasi bo'yicha уже OpenAI рабочее состояние